Arra filmidagi Jigsawni eslaysizmi? U odamlarni qiynab, tanalarni bo'laklarga ajratgan. Yoki Texas arra qirg'ini filmidagi Leatherface arra bilan uydan chiqqan har qanday odamni kesib tashlagan. Endi tasavvur qiling, bu hammasi film emas, balki haqiqiy hayot bo'lsa. Ha, bu odam biz bilan bir zamonda yashagan, do'konlardan oziq-ovqat olgan, metroga tushgan, kulgan va odam yegan. Jeffrey Dahmer bu Gollivud fantaziyasi emas, bu qog'ozda yozilgan ssenariy emas, bu hayotdagi eng vahimali, eng g'ayritabiiy filmning real syujeti. Farq faqat bitta, unda The End degan yozuv yo'q edi. Uni qo'shnilari oddiy bola deb o'ylashdi, ammo uning uyida muzlatkichda odam boshini topishdi. Buni yana ham chuqurroq tushuntirgan bo'lardim, lekin mavzu shunaqasiga ham juda og'ir va siz mana shu gaplarimdan ham tushunib oldingiz. Shuning uchun videoni cho'zib o'tirmay boshlaymiz. Lekin avval obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying, chunki 100 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Bundan tashqari videoga like bosib, kommentariy yozing. Agar hammasini qilgan bo'lsangiz, demak miyangizga koinot rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim xalaqit bermaydi. 1960-yil 21-may kuni AQShning Milwaukee shahrida tug'ilgan Jeffrey butun dunyoga Milwaukee qotili sifatida tanilgan. Uning bolalik yillarida kechirgan yomon hayoti butun kelajagini barbod qilgan desak bo'ladi. Keling hozir uni bolalikda qanchalar yomon hayot kechirgani haqida gapirib beraman. Jeffreyning ota-onasi Lionel va Joyce aslida juda oddiy odamlar edi. Lionel kimyogar, Joyce esa telegrafchi bo'lgan. Ularning oilasi dastlab juda yaxshi hayot kechirishgan, xuddi oddiy baxtli oilalardek. Ammo Joyce doimiy ravishda ruhiy tushkunlikda yurardi. Joyce Jeffreyga homiladorlik davrida katta miqdorda dori qabul qilgan. Bu esa Jeffreyning tug'ilishi vaqtida salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Onasining ruhiy holati Jeffreyning bolalik yillarida juda katta rol o'ynagan. Birinchi farzand sifatida Jeffrey oilada Jeff deb atalardi va dastlabki yillarda u juda quvnoq va do'stlari orasida ham faol bola edi. Lekin uning hayoti 5 yoshida katta burilish oldi. Quloq va tomoq infeksiyalari tufayli 2 tomonlama grijaga duchor bo'ldi. Bu og'riqli kasallik edi va uni faqat operatsiya bilan davolash mumkin bo'lgan. Operatsiya vaqtida og'riq qattiq bo'lgan. Hatto narkoz ham balki yetarlicha dozada berilmagani uchun yaxshi ta'sir qilmagan. Jeffrey operatsiya vaqtida qattiq qiynalgan va hatto shifokorlardan mening jinsiy a'zolarimni kesib tashladingizmi deb so'ragan. Shundan so'ng ilgari quvnoq bo'lgan bola birdaniga tushkun, og'ir tabiatli bolaga aylangan. Jeffrey o'zining erta yoshlarida bir nechta qo'rqinchli holatlarga duch kelgan. Bir kuni Jeffrey otasi uyining orqasidagi yer osti bo'shlig'idan hayvon suyaklarini olib chiqayotganini ko'radi. Otasi ularni patnisga joylashtirayotgan edi. Bu holat bolaga g'ayrioddiy darajada qiziq tuyuldi. U suyaklarni patnisga urilganda chiqargan tovushdan hayratga tushgan va bu narsadan hech qanday jirkanmasdan suyaklar bilan o'ynay boshlagan. O'sha vaqtda Jeffrey hayvon jasadlari bilan o'ynashni boshladi va bu oddiy qiziqishlardan yanada murakkabroq qiziqishlarga aylanib bordi. Jeffreyning oilasi ichidagi muhit ham g'alati bo'lgan. Onasi Joyce ruhiy tushkunlikdan aziyat chekayotgan bir paytda uning otasi Lionel doimiy ish bilan band bo'lib yurardi. Bu esa uyda doimiy kelishmovchiliklar va janjallarni keltirib chiqarardi va Jeffrey oiladagi muhitni yaxshilashni istab, jon kuydirar, bu orada esa o'zi yolg'izlanib qolardi. Uning bolalikdagi eng baxtli onlari otasi bilan ba'zida baliq tutishga borgani bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, oiladagi beqarorlik va stresslar uni yanada yolg'iz qilib, ruhiy holatini juda yomonlashtirgan. Uning maktabdagi hayoti ham yaxshi kechmagan. U sinfdoshlari tomonidan doimiy ravishda zo'ravonlikka uchragani uchun o'zini juda yolg'iz va bo'sh his qilgan. U 10 yoshga to'lganida hayotida katta burilish yuz berdi. Onasi ruhiy holati tufayli kasalxonaga yotqizildi va bu holat uning oilasini deyarli parchalab yubordi. Bu vaqtdan so'ng Jeffreyning bolalik yillari har jihatdan xavfli bo'lib, uning xatti-harakatlari va qiziqishlari tobora yomonlashib boravergan. O'sha paytlarda Jeffrey o'zini juda g'alati tutardi. Ba'zan u sinfda hazilkash, kulgili inson bo'lib ko'rinardi. Ba'zan esa bu holatning umuman teskarisiga aylanardi. Ko'pincha u o'zini turli yo'llar bilan namoyon etardi. Ba'zida epileptik tutqanoqni taqlid qilardi. Falaj bo'lgan insondek o'zini ko'rsatardi. Hatto ba'zan qo'y kabi marardi. Bu barchasi sinfdoshlarini kuldirish uchun qilingan narsa edi. Atrofdagi do'stlari esa uni umuman qadrlashmasdi. Jeffrey tashqi tomondan sovuqqon va muammoli tuyulgan bo'lsa-da, aslida u juda aqlli bola edi. Hatto IQ testlari natijasiga ko'ra uning intellekti o'rtachadan yuqori bo'lgan. Agar u xohlaganida yaxshi baholarni olish mumkin edi, lekin hech kim uning miyasi ichida nima bo'layotganini bilmasdi. Jeffrey 14-15 yoshlarida uning xayollarida o'zgacha qorong'u tasavvurlar paydo bo'ldi. U bu haqda hech kimga ayta olmasdi, faqat ichida saqlab yurardi. Bu tasavvurlar qanaqa edi deb savol beradigan bo'lsangiz, Dahmerning o'smirlikdagi tasavvurlari ba'zan o'lim va qotillikka oid bo'lgan.
U hali jinoyat qilmagan bo'lsa-da, o'lim va zo'ravonlik haqida ko'p o'ylagan va bunga qiziqish bilan qaragan. Bu uni keyinchalik o'lim va jinsiy zo'ravonlikni aralashtirgan jinoyatlar qilishga olib kelgan. O'rta maktabning so'nggi yilida otasi va onasi ajrashishga qaror qilishdi. Endi Jeffrey haqiqatan butkul yolg'iz qoldi. Maktabni bitirganidan atiga bir necha hafta o'tib, Jeffrey o'z ichki fantaziyalarini amalda bajarib ko'rishga harakat qildi. Bu uning birinchi jinoyati edi. Jeffrey bir yigitni yo'l bo'yida mashina kutayotganini ko'rib qoladi va mashinasini yigitning oldiga to'xtatib, uni o'tirg'izadi. Uning ismi Steven Hicks bo'lib, 19 yoshga endi kiradigan yigit edi. Yosh Jeffrey uchun ideal ko'rinishdagi inson bo'lgan. Jeffrey Stevenni musiqa festivaliga borishga ko'ndiradi, lekin avval pivo ichishni taklif qiladi. Steven rozi bo'ladi va ular birga uyiga borishadi. Avvaliga bu uydagi holat oddiy kechayotgandi, lekin Jeffrey bu holatni o'zgartiradi va janjal paytida Stevenni gantel bilan boshiga urib, uni hushidan ketkazadi. Keyin Jeffrey uni bo'g'ib o'ldiradi va o'lik jasadni bo'laklarga ajratib, 5 ta qora axlat paketiga soladi. Keyin u paketlardagi jasadni mashinaga ortib, biror joyga tashlashni niyat qilganida politsiya tomonidan to'xtatiladi, chunki mashinani noto'g'ri boshqarib kelayotgandi. Politsiyachilar uni so'roq qiladilar. Kechasi nimaga yuribdi? Mashina nega betartib haydalmoqda? Jeffrey o'zini yaxshi, muloyim ko'rsatadi. U ularga "Men uxlay olmayapman. Yaqinda ota-onam ajrashdi. Ruhiy holatim yaxshi emas" deydi. Mashinada esa axlat borligini aytib, ularni tashlab qaytaman deb tushuntiradi. Politsiyachilar bunga ishonishadi va faqat ogohlantirish bilan uyiga qaytarib yuborishadi. Jeffrey majburan uyiga qaytadi va o'sha axlat paketlarini uyining podvaliga yashiradi. Ertasi kuni Jeffrey Steven Hicks jasadini yanada mayda bo'laklarga ajratdi. Suvda qaynatdi, ba'zi suyaklarni maydalashga urindi. Keyin esa ularni uyning orqa tomonidagi turli joylarga yashirdi. Keyingi kunlarda gazeta va yangiliklarni muntazam ravishda kuzatib bordi, chunki Steven haqida birorta yangilik chiqishi mumkin edi. Ammo hech qanday xabar chiqmagandan so'ng Jeffrey haqiqiy erkinlikka erishdi. Endi u yana jinoyat qilishi mumkin edi. Lionel Dahmer, Jeffreyning otasi, ozgina muddatdan so'ng tushundi. Jeffrey uyda yolg'iz yashayotgan edi. U xavotirlanib unga ish topishni maslahat berdi, lekin Jeffrey ish bilan qiziqmasdi. Vaqtini ichkilik ichib o'tkazardi. Otasi unga alkogol mahsulotlarini tashlashi uchun psixolog huzuriga borishni aytdi, lekin bu yordam bermadi. Shunda Lionel Jeffreyga Agayo universitetida o'qishni davom ettirishni taklif qildi. Jeffrey rozi bo'ldi, lekin ichishni to'xtatmadi. Steven Hicksni o'ldirgan lahzalar uning xotirasida doim jonlanib turardi. O'sha paytlarda Jeffrey o'z qonunini topshirib, undan olgan pulga ichimlik xarid qilar edi. O'qishda ham juda yomon o'qigani uchun birinchi semestrda universitetdan chetlatildi. Ammo otasi yana o'g'lining kelajagi uchun kurashdi. Bu safar uni armiyaga yozilishga ko'ndirdi. Ehtimol harbiy intizom foyda berar degan umidda. Jeffrey bunga ham rozi bo'ldi. U San Antonio, Texasdagi harbiy bazaga yuborildi. Bu yerda u harbiy tibbiyot xodimi sifatida o'qitildi. Bu uning inson tanasi bilan ishlashga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi. U mashg'ulotlardan katta zavq olardi va bu yerda u baxtli ko'rinardi. 6 oydan keyin Jeffreyning jismoniy holati ham, ijtimoiy muomalasi ham ancha yaxshilandi. Otasi nihoyat o'g'lining kulganini ko'rdi, lekin bu baxtli hayot uzoq davom etmadi. Ta'limni tugatgach, Jeffrey Germaniyadagi harbiy bazaga yuborildi. Ammo u hali ham ichkilikbozlikdan qutulmagan edi. Rahbarlari bu muammoga e'tibor qaratishdi va Jeffrey armiyadan ham chetlatildi. U shu davrda ichkilik bilan bog'liq muammolarga uchragan va pulsiz qolib, otasi orqali uyiga qaytadi va buvisi bilan yashay boshlaydi. U yerda o'zini yaxshi tutadi. Buvisi yigitga Injilni beradi. U ozgina Injil saboqlarini ham oladi, ammo ichidagi dahshatli hislar baribir uni quvib yurardi. Shu joyda sizga bir narsani aytib o'tib ketaman. Bu narsaga qaytib chuqurroq to'xtalmayman, o'zingiz video davomida tushunib olaverasiz. Bu yigitcha qizlarga emas, balki erkaklarga qiziqqan. Bir kuni kutubxonada o'tirganida bir yigit unga qog'oz uzatdi. Unda hojatxonada uchrashuv haqida yozilgan edi. Jeffrey bu taklifni rad etdi, ammo bu holat unga yetarlicha turtki bo'ldi. 9 yildan beri bosilib turgan qora istaklar yana uyg'ondi. U Milwaukeedagi saunalar va porno do'konlarga bora boshladi. Muayyan turdagi erkaklarni izlar, ularni ichishga taklif qilar edi. Ichimliklarga tinchlantiruvchi qo'shar va ularni hushidan ketkazardi. Bu orqali u doimiy boradigan klubdan haydaldi. Chunki bir erkak uning ichimligidan zaharlanib kasalxonaga tushgan edi, lekin bu voqea ham Jeffreyni to'xtatmadi. U boshqa barlar, boshqa erkaklar izlashni davom ettirdi. Vaqt o'tgan sayin u yana bir necha joylardan haydaldi. 1987-yil yanvar
Jeffrey 25 yoshga to'lgan edi. Bir kuni u Steven Tuomi ismli yigit bilan tanishdi. Steven Ganada tug'ilgan, ofitsiant va kichik raqqos sifatida ishlardi. Ular tezda til topishdi va birga mehmonxonaga borishdi. O'sha yerda Jeffrey yana o'z usulini qo'lladi. Stevenning ichimligiga tinchlantiruvchi dorilar solib, uni hushidan ketkazdi. Jeffreyning o'zi bu haqida shunday degan: "Ichimligiga dori qo'shdim, faqat buni uni o'ldirish uchun qilmadim, ammo ertalab uyg'onib, qo'llarimda ko'karishlarni, uning ko'kragida ham izlarni ko'rdim. Og'izdan qon oqayotgan edi. U kravat chetida osilib yotardi. Qanday o'ldirganimni eslay olmayman, ammo bu ishni men qilganim aniq." U endi mehmonxona xonasida jasad bilan qolgan edi. Jeffrey tezda bir rejani o'ylab topdi. Ko'chaga chiqib chamadon sotib oldi. So'ng xonaga qaytib, Stevenning jasadini chamadonga tiqdi. Pastga tushdi, pul to'ladi va taksi chaqirtirdi. Mehmonxona xodimi unga chamadonni ko'tarishga yordam berdi. U juda og'irligidan hatto xodim hazillashib, "Bunda o'lik bormi?" deb so'radi. Jeffrey kulib, "Ha, o'lik" deb javob berdi. Ikkalasi kulishdi. Hech kim u hazil qilmayotganini bilmas edi. U chamadonni buvisining uyiga olib borib, yashirincha podvalga tushirdi. U yerda tanani mayda bo'laklarga ajratib, ko'p qismini shunchaki kanalizatsiyaga oqizib yubordi. Stevenning oilasi bir necha oy o'tgach, uning bedarak yo'qolganini bildirgan bo'lishiga qaramay, politsiya o'zi ketgan bo'lsa kerak degan taxmin bilan ishni yopdi. Ularning fikricha, yigit shunchaki yo'qolgan edi. Ammo Steven uyda ko'plab kiyimlarni, ish haqiga yozilgan cheklarni qoldirib ketgan edi. Ya'ni ketishi rejalashtirilmagan edi. Shunday qilib, Jeffrey seriyali qotilga aylanib borayotgan edi. Endi u o'z istaklarini yashirmasdi. Keyingi 5 yil ichida Jeffrey haqiqiy qirg'inni boshladi. Bo'sh vaqt yoki dam olish kunlarida u yangi qurbon izlar topganida esa uyiga olib borardi. Oradan 3 oy o'tgach, navbatdagi qurbonni topdi. Bu 14 yoshli bola edi. U bilan avtobus bekatida tanishdi. Jeffrey unga: "Agar meni uyimga borsang, $50 beraman va ertalab olib kelib qo'yaman" dedi. Afsuski, bola rozi bo'ldi. Ular avtobusga o'tirib, buvisining uyiga yo'l olishdi. Buvi uxlardi. Bu orada Jeffrey yigitni narkotiklar bilan tinchlantirdi va uni bo'g'ib o'ldirdi. Tanani bir necha kun davomida saqlab, o'lik bilan jinsiy aloqa qilishda davom etdi. Keyin esa odatiy uslubda bo'laklab, jasadni yo'q qilishga kirishdi. Ko'p qismini yuvib yubordi. Bu bola amerikalik bo'lib, uning ismi James edi. U 2 kun oldin uydan qochib ketgan, sabab o'gay otasi tomonidan kaltaklanishi. Onasi darhol politsiyaga murojaat qilgan, ammo politsiya bu safar ham faol harakat qilmagan. 4-qurbon Richard Guerrero, 22 yosh. Richard Meksikadan kelgan amerikalik bo'lib, u bilan bar eshigida tanishdi. Jeffrey unga: "Agar menga hamroh bo'lsang, pul beraman" dedi. Yigit rozilik bildirdi. Ular yana buvisining podvaliga yo'l olishdi. Jeffrey uni ham tinchlantirib o'ldirdi. Tanani bo'lib chiqdi. Bu safar bo'laklarni qora plastik paketlarga solib, chiqindiga tashladi. Ertasi kuni ularni axlat mashinasi olib ketdi. Richardning oilasi politsiyadan yordam so'radi, ammo ofitserlar uni o'z ixtiyori bilan ketgan deb hisoblashdi va yordam berishmadi. Uning opasi esa bunday emasligini bilardi. U o'z oilasini maxsus tergovchi yo'llashga ko'ndirdi. Richardning onasi butun kunlarni o'g'lining qaytishini kutib ibodat bilan o'tkazgan. Richardning otasi esa golf maydonida ishlagan va oilaviy jamg'armalarning hammasini tergovchiga sarflagan. Ammo baxtga qarshi tergovchi ham firibgar bo'lib chiqdi. Jeffreyga omad keltirgan narsa bilasizmi nima? Politsiyaning yalqovligi. Ular odam yo'qolib qolsa shunchaki uydan qochdi deb tergovni yopib qo'yaverishgan va bu Jeffreyning omadi bo'lgan. Mana shunday omadli kunlardan birida undan omad yuz o'giradi. Chunki Jeffrey avvalgidek emasdi. U endi cherkovga boruvchi mehribon nabira emas, ish soatlari g'alati edi. Podvaldan doimiy ravishda jirkanch hid kelardi. Buvisi bu hidga toqat qila olmas edi. Jeffrey ko'chib ketishga majbur bo'ldi. U kichik kvartira ijaraga oldi. Aynan shu joyda keyingi jinoyatlar boshlanadi. U ko'chada yana bir qurbonni topdi. Bu safargi jabrlanuvchi 13 yoshli Kaysen Sintosomfon edi. Jeffrey bolaga fotosuratga tushish evaziga pul taklif qildi. Bolaga rozi bo'ldi va ular Jeffreyning kvartirasiga yo'l olishdi. Biroq erkakning noto'g'ri harakatini ko'rgan bola qo'rqib ketdi va darhol qocha boshladi. U uyiga yetib borib bo'lgan voqeani ota-onasiga aytib berdi. Ota-onasi bu haqida politsiyaga ariza berdi. Jeffrey hibsga olindi va bolaga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblandi. Sud uni Milwokidagi axloq tuzatish markazida 1 yilga ozodlikdan cheklash jazosiga hukm qildi. Aqlga sig'maydigan narsa shuki, hukm ijro etilishidan bir necha kun oldin Jeffrey yana bitta qurbon topgan edi. Bu 1989-yil 21-mart kunida sodir bo'ldi. Qurbonning ismi Anthony Sears bo'lib, 24 yoshda edi. Ular barda tanishib qolishdi.
Suhbatlari o'zaro yoqimli kechdi, biroq Antoni o'z uyiga bora olmasdi, chunki u yerda qiz do'sti bor edi. Jeffri esa o'z uyi atrofida politsiya bo'lishidan xavotirda edi. Shuning uchun ular Jeffrining buvisi yashaydigan uyiga borishga qaror qilishdi. Jeffri uni to'g'ri podvalga olib bordi va avvalgi odatlariga amal qilib, yigitni o'ldirdi. Bu safar u o'z jinoyatlariga o'zgarish kiritdi. Antonining boshini va jinsiy a'zolarini kesib olib, plastik paketlarga joylashtirdi. Tanasining qolgan qismlarini esa u har doimgidek yo'q qildi. Sud jarayonida Jeffrining advokati jazoni yengillashtirilishiga erishdi. Natijada u axloq tuzatish markazida atiga 10 oy qoladigan bo'ldi. Jeffrining otasi esa hali ham o'g'lini yaxshi yo'lga qaytarishga harakat qilardi. U sudga maktub yozib, o'g'li shu vaqt mobaynida alkogolizmga qarshi reabilitatsiyadan o'tishini so'radi. Afsuski sudya bu maktubni juda kech o'qidi. Jeffri jazoni to'liq o'tab chiqdi, biroq hech qanday terapiyadan o'tmadi. Qamoqdan chiqqach, Jeffri kvartirasida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. U kuzatuv kameralari va signalizatsiya tizimi o'rnatdi. Biroq uning tartibsiz hayoti yana avvalgidek davom etdi. Jeffri o'z hayotida o'nlab jinsiy aloqalarda bo'lgan, biroq ularning hammasini ham o'ldirmagan. Uning navbatdagi qotilligi 1990-yil 24-iyun kuni sodir bo'ldi. O'sha kuni u o'zining sevimli barlardan birida o'tirgan edi. U yerda u 33 yoshli Raymond Smith ismli erkakni ko'rdi. U Jeffrining didiga mos kelardi. Raymond do'stlari orasida Ricky Biggs laqabi bilan tanilgan bo'lib, ilgari qamoqda ham bo'lgan. Tanishlari uning bir necha haftalab bedarak yo'qolib qolishiga odatlanib qolishgan edi, ammo bu safar u abadiy yo'qoldi. Jeffri uni mast qildi, o'ldirdi va hatto uning tanasi ustida jinsiy harakatlarni amalga oshirdi. Tanani parchalab tashladi, bosh suyagini tozalab, uni bo'yab, suyner sifatida saqladi. Oradan bir oy o'tib, Jeffri yana bir erkakni o'ldirdi. Bu safar bu 27 yoshli Edward Smith edi. Jeffri unga yalang'och suratga tushishi uchun $100 taklif qildi. O'zini fotosuratchi sifatida tanishtirdi. So'nggi marta Edwardni klubda Jeffri bilan suhbatlashayotgan holda ko'rishgan edi. 1990-yil sentyabrda u navbatdagi qurboniga tajovuz qildi. Bu 22 yoshli Ernest Miller edi. Ernest baland bo'yli, sportga qiziqadigan yigit edi. Jeffrining ideal tipi. Ernest $50 evaziga suratga tushishga rozi bo'ldi. Kvartirada Jeffri unga og'ir dori aralashtirilgan spirtli ichimlik berdi. Biroq bu safar dorining ta'siri kuchli emasdi. Ehtimol Ernestning gavdasidan, ehtimol dozani noto'g'ri hisoblashdan Ernest hushdan ketdi va ular mushtlashib ketishdi. Jeffri unga qattiq zarba berib, bo'yin umurtqasini sindirib o'ldirdi. Bu qotillikdan keyin Jeffri vahshiylikning yana bir bosqichiga ko'tarildi. U Ernestning yana bir a'zosini kesib olib, muzlatgichga joylashtirdi. Albatta, keyinchalik uni yeyish uchun. Shunday qilib, endi u kannibalga aylangandi. Albatta, tanalar bir necha kundan keyin chiriy boshlaydi. Jeffrining kvartirasidagi jasad bo'laklari qattiq hid chiqara boshladi. Qo'shnilar bu holatdan shikoyat qila boshlashdi. Jeffri bu hidni buzilgan go'sht deb bahona qildi. Masalani hal qilish uchun u katta plastik bochka sotib oldi va unga kislotani to'kdi. Tanalarni shu bochkaga solib yo'q qilardi. Biroq badbo'y hidni yo'qotib bo'lmasdi. Jeffri esa bunga befarq edi. 1990-yil 24-sentyabr kuni u yana jinoyat sodir etdi. Qurbon 23 yoshli David Thomas edi. Uning uyi yo'q edi. Ba'zida qiz do'stini uyida tunab qolardi. Tushunganingizdek, so'raydigan hech kimi yo'q odam Jeffrining qurboni bo'ldi. Shundan so'ng 4 oy qotillik yuz bermadi va yana qotilliklar boshlandi. Bu model bo'lishni orzu qiladigan hamshira qiz va yana ikkita qotillik. Ular ham bir xil o'limga duchor bo'lishgan. 1991-yil 27-may kuni esa tarixdagi eng alamli epizodlardan biri boshlandi. O'sha kuni Jeffri 14 yoshli o'smirni qo'lga oldi. Bu bola Laosdan kelgan muhojir oilaning farzandi edi. Uning ismi Konerak Sintosomfon. Agar xotirangiz yaxshi bo'lsa, bu familiyani men yuqorida ham aytgandim. Konerak Jeffrining qo'lidan qochishga muvaffaq bo'lgan Kaysen ismli bolakayning ukasi edi. Aynan Kaysen bilan bo'lgan voqea tufayli Jeffri avval qamalgan edi. Konerakni ham xuddi akasini qo'lga tushirgandek uyiga olib keldi va narkotik moddalarni berib, uni xushsizlantirib qiynoqni boshladi. So'ng u tajribasini to'xtatib, aroq sotib olish uchun ko'chaga chiqdi. Shu paytda bolakay ham o'ziga kelib, qochishni boshladi. Yigitning omadi bor ekan deb o'ylayapsizmi? Yo'q, bunga shoshilmang. Uning yo'lidan 2 qiz chiqdi. Ular yalang'och, bir ahvolda turgan bolani ko'rib dahshatga tushdi va politsiyaga qo'ng'iroq qilishdi. Politsiya darhol yetib keldi. Shu payt Jeffri ham do'kondan kelardi. Mana shu joy xuddi film ssenariysiga o'xshaydi. Jeffri politsiya yoniga kelib, bu bolakay bilan o'rtasida bo'lgan mojaroni to'g'ri yo'l bilan tushuntirdi. Nima?
to'g'ri yo'l bilan tentak bo'lyapsanmi deyishingiz mumkin. Men ham bu narsalarni o'qib jinni bo'la yozdim. Tasavvur qiling, politsiya Jeffreydan hech qanday hujjat so'ramadi. Agar uni hujjatlarini so'raganda edi, ular bilardi avval mana shu yigitchaning akasi shikoyat qilgani uchun u qamalib chiqqanini. Buni o'rniga ular qotilning uyidagi to'shakka o'zlari olib borib bolani yotqizib qo'yishdi. Politsiya uyida qandaydir yomon hid kelayotganini so'raganda, Jeffrey ularga muzlatkich buzilgani uchun undagi go'shtdan kelayotganini aytgan. Politsiya ketgach esa tajribani boshlagan. U bu bolakayni boshini teshib, uni ichiga tuz sepgan. Uni aytishicha, shu orqali bu yigitni zombiga aylantirmoqchi bo'lgan, lekin yigit vafot etdi. Jeffrey bundan keyin ham yana 4-5 talab odamlarni miyalariga qaynoq suv qo'yib o'ldirdi. Bu video shunaqasiga ham og'irlashib ketayotgani uchun qolgan qurbonlar haqida gapirmayman. Chunki bu narsa sizga ham, menga ham og'irlik qiladi. Agarda yuragingiz ko'taradigan bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tib, bemalol ular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Faqat yuragingiz ko'tarsa. Bu qotilliklar ketma-ketligi bizni 1978-yildan 1991-yil 22-iyulgacha olib keldi. O'sha kuni Jeffrey har doimgidek fotosuratni bahona qilib, Tracy Edwardsni uyiga olib keldi va xushsizlantiruvchi ichimlik tayyorlab unga berdi. Ammo Tracy ichkilikni farqiga borardi. Ta'mi biroz boshqacha ekanini his qilgach, u ko'p ichmadi. Endi Jeffreyning bu ishi o'xshamay qoldi. Shu payt birdan u Tracyning bir qo'liga kishan taqishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa ular orasida janjalga sabab bo'ldi. Jeffrey pichoq oldi, ammo Tracy unga kuchli zarba berib, kvartiradan qochib chiqib ketdi. U ko'chada politsiya mashinasini ko'rib, bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi va politsiyani Jeffreyning kvartirasiga olib bordi. Avval ular Jeffreydan kishan kalitini so'rashdi, lekin u yo'q edi. Nimaga yo'q? Avvalgi qurbonlarchi? Ularning qo'liga taqilgan kishan qanday yechilgan? Jeffrey oldingi qurbonlarning qo'llarini shunchaki kesib kishanni yechar edi. Jeffrey kvartirani ko'rsatishni istamadi, ammo xona juda iflos edi va yomon hid ham politsiyaning e'tiborini tortdi. Kvartirani ko'zdan kechirish vaqtida politsiya dahshatli fotosuratlarni topdi. Bu suratlarda qurbonlarning parchalangan jasadlari aks etgandi. Shu tariqa ular oldida seriyali qotil turgani aniq bo'ldi. Bu Jeffrey Dahmerning tugashi edi. Turli xizmatlar kvartirani tintuv qilishdi va Jeffrey hibsga olindi. Muzlatkichda erkakning boshi bor edi. Yarim chirigan jasadlar kislotali bochkada saqlanayotgan edi. Muzlatkichda shuningdek yurak va jigar kabi inson a'zolari solingan paketlar bor edi. Bundan tashqari son va bilak mushaklaridan kesilgan go'sht ham topilgan edi. U yerda oqartirilgan bosh suyaklari, kesilgan erkak jinsiy a'zolari va hattoki butun skelet ham topildi. Fotosuratlarda qurbonlarning jasadlarigina emas, balki Jeffrey ularning tanasi ustida qilgan jinsiy harakatlari ham bor edi. Jeffrey keyinchalik dedi: "Bu ulkan sirni yillar davomida yashirishga majbur bo'lganim juda qiyin edi. Endi buning oqibatlariga to'g'ridan-to'g'ri qarashdan boshqa choram qolmadi. Barchasini tan olib yengil tortdim. Endi hech qanday sir qolmadi." Jeffreyning iqrorlik bayonoti 6 hafta davom etdi. Uning jinoyatlari 159 sahifalik hujjatga yozildi. Unda u har bir jinoyatini batafsil bayon qildi. U dastlab odamlarni o'ldirish niyatida bo'lmaganini aytdi, ammo bu xohishlar asta-sekin dahshatli shaklga keldi. U o'z qurbonlarini zombi holatga keltirib, ularni butunlay nazorat qilishni istardi. Jeffreyning so'zlariga ko'ra, qotillik menga mamnuniyat bermasdi. Shuning uchun men yangi bosqichga o'tdim. Menda kichik burg'u bor edi. U bilan bosh suyagini teshib, oldingi miya qismiga suyuqlik quyardim. Bu ularni zombi holatiga keltirardi. Endi sud oldida uning aybdor yoki aybdormasligini isbotlash shart emas edi. Faqatgina asosiy savol uning aqli joyida edimi yoki ruhiy kasal. Ushbu vaqtda Wisconsin shtatida o'lim jazosi mavjud emas edi. Agar u aqldan ozgan deb topilsa, ruhiy kasallar shifoxonasiga doimiy davolanish uchun yuborilardi. Ammo bu holatda u bir kun ozodlikka chiqish imkoniga ega bo'lardi. Sud jarayoni 1992-yil 30-yanvarda boshlandi. Ish keng jamoatchilik e'tiborida edi. Sud zalida maxsus xavfsizlik choralari ko'rildi, hatto o'qqa chidamli oynalar ham o'rnatilgan edi. Jeffrey 2 hafta davomida jim o'tirib, prokurorlar va advokatlarni tingladi. Zalda otasi Lionel va uning rafiqasi Sherry ham bor. Himoya tomoni juda oddiy strategiyaga ega edi. Ular Jeffreyning begunohligini isbotlashga urinmadi ham. U o'z aybini tan olgan paytda bu imkonsiz edi. Ular faqatgina uni ruhiy davolanishga yuborishni xohlardi. Ularning da'vo qilishicha, bunday jinoyatlarni faqat ruhiy salomatligi buzilgan odamlargina qilishi mumkin. Bir necha kundan so'ng sud qarori chiqarildi. Sud uni sog'lom deb topdi va 17 ta qotillikda aybdor deb e'lon qilindi. U 900 yillik qamoq jazosiga yoki 14 ta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi.
Qamoqxonada esa unga 2 marta hujum qilishdi va ikkinchi martasida o'ldirishdi. Buni mahbuslardan biri amalga oshirdi. U tanasini butunlay yo'q bo'lib ketishini istagan va shunday qilindi. U hech qachon xotirlanmaydi. Bundan ilhomlanib ko'plab filmlar ishlandi. Bu jinoyatlardan eng ko'p ta'sirlangan odam bilasizmi-kim? Jeffreyning otasi. U o'g'lini to'g'ri yo'lga qaytarishga qancha harakat qildi, lekin qo'lidan kelmadi. Shuning uchun u Otaning hikoyasi deb nomlangan kitob yozdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozishni unutmang. Kanalga ham obuna bo'ling. Hozircha xayr. Yo, listen up to my rhyme. About a man who's one of a kind. He's got swag and he's got style. Ladies love him with a smile. Mr. M, he's got that flow.